Xitoydagi bir qism quyosh energiyasi şirkatlarining Uyg'urlarni majburiy emgakka solganligi o'tirg'a chiqdi. Yangi e'lon qilingan bir dokladda dunyodagi eng chong quyosh energiyasi şirkatlarining Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni ishlashga majburlaganligi o'tirg'a chiqdi. New York vaqt gazetining xabar qilishicha, maslahat berish mulozimati bilan ta'minlaydigan Ufuq maslahatchilik markazi tarafidan e'lon qilingan dokladda GCL Poly, Sharqi Umid guruhi, Dako yangi energiya, Shinti energiyasi va Jinko qatorliq chong quyosh energiyasi şirkatlarining zavodlarida Uyg'ur va boshqa oz sonliq millatlarning ishlashga majbur bo'lganligi o'tirib qo'yilgan. Xitoy matbuotlarida Uyg'urlarga quyosh sistemasi haqida tarbiya berilganligi va bu kishilarga turalg'u ta'minlaganligi to'g'risidagi xabarlarning borligi ko'rsatilgan dokladda tadqiqotchilar va kishilik huquq mutaxassislarining bu ijobiy xabarlarning amaliyotda oz sonliq millatlarning ziyonkashligini yoshirish uchun qilinganligini aytganligi o'tirib qo'yilgan. İjtimoiy aloqa to'ri bekiti Twitter Xitoyning Amerikada turishliq elchixonasining Uyg'urlarning balaliq bo'lishini cheklashni maqtagan uchurini o'chirdi. Xitoy elchixonasining uchurida Xitoy hukumatı Uyg'urlar orasida jinsiy barobarlik va ko'payish sog'lomligini ilgari surdi, Uyg'ur ayollarini ozod qildi va ularni buvoq yasash mashinasi bo'lishdan qutqizdi degan mazmunlar bor bo'lib, Twitter bu mazmunning insoniy axloqdan chetnaganligini aytgan. Xitoyning Amerikadagi elchixonasi bu tweetni payshanba kuni atdeganda yo'llagan bo'lib, Twitter shirkati juma kuni uni o'chirib o'tgan. Twitter bu yozma Twitterning qoidasiga xiloflik qildi deb eskartgan. Xitoy Davlat Sahiya Komiteti Dunyo Sahiya Tashkiloti mutaxassislarining Xitoyga kelib, Wuhan virusining kelib chiqishini tekshirishga ruxsat qiladiganligini e'lon qildi. Davlatlik Sahiya Komitetining muavin boshlig'i Zhang Yishin bayonotida mutaxassislarning keladigan aniq vaqti hozir bekitilyapti dedi. Xitoy amaldori yana Dunyo Sahiya Tashkiloti mutaxassislarining tadqiqotining Wuhan virusining kelib chiqishini oydinlashtirishini umid qiladiganligini bayon qildi. Dunyo Sahiya Tashkiloti seshanba kuni Wuhan virusining kelib chiqishini tekshirish uchun tayyorlangan mutaxassislar guruhining Xitoyga kirishining cheklanganligini va Xitoyning buningga mas'ul bo'lishi kerakligini aytdi. Dunyo Sahiya Tashkilotining raisi Gibriyoz seshanba kuni Xitoyning Dunyo Sahiya Tashkilotining viza rasmiyatini bajarmaganligidan umidsizlanganligini aytdi. Bu guruh birinchi oyning 5-ida Xitoyga bormoqchi edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi dastlabki bayonotda ziyorat vaqti to'g'risida o'qishmaslik borligini o'tirg'a qo'ygan hamda vaqt va boshqa o'rinlashtirishlarda ikki tarafning quyuq aloqa qilayotganligini aytgan edi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi sobiq doimiy vakili Nikki Haley Amerika prezidenti Donald Trumpning Twitter hisobining mangulik to'xtatilishi to'g'risida mundaq dedi. Kishilarni jimiqtirish davlatimizda emas, Xitoyda bo'ladi dedi. Haley Twitter hisobida e'lon qilgan uchurida Amerika prezidentini demayli qo'yayli, kishilarni jimiqtirish bizning davlatimizda emas, Xitoyda yuz beradi. Buningga odamning ishongisi kelmaydi dedi. İjtimoiy aloqa supurlari Facebook va Instagram Trumpning hisobini muddatsiz cheklagandan keyin Twitterning mushuningga o'xshash qadam tashlab, zo'ravonlikqa kuch kiritdi degan sabab bilan Trumpning hisobotini mangulik to'xtatdi. Amerika parlamenti 6-yanvar Trumpning qo'llovchilarining hujumiga uchragan siyosiy krizisga ergishib, Trumpning iste'fo berishi yoki vazifasidan elib tashlanishi haqidagi munozaralar o'tirg'a chiqmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan munosabatidagi barliq cheklamalarni bekor qilganligini e'lon qildi. Pompeo Donald Trump hukumatining vazifa muddati to'shqi sanoqliqli kun qolganda Amerika Tayvan munosabatiga doir muhim bayonot e'lon qildi. Tayvanning harakatchan va ittifoqdosh davlat ekanligini, ammo Amerika Xitoy munosabatini tamponglashtirish uchun o'zlari bir qism cheklamalarni elib kelganligini bayon qilgan Pompeo, bugun biz o'zimizga qo'ygan barliq cheklamalarni chiqarib tashlaymiz dedi. Pompeo yana Amerikaning dunyoning nurg'un joylaridagi g'ayri rasmiy ittifoqdoshlar bilan bo'lgan munosabatini saqlaydiganligini, Tayvanning bundan mustasno emasligini aytdi. Pompeo Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimliq vakili Kelly Craftning qisqa vaqt ichida Tayvanda ziyoratda bo'ladiganligini e'lon qilgandan keyin Xitoy bu xil ziyoratga qat'iy qarshi turadiganligini bildirgan edi.